Ozodalik, poklik, o'z uyi va ishxonasini toza, orasida tutish xalqimizga xos ezgu qadriyat sanaladi. Ayniqsa, bahor fasli avvalida. O'ziga xos an'anaga aylangan bu udum korxona, tashkilot va idoralarda katta ko'tarinkilikda olib boriladi. To'g'rida, azaldan ota-bobolarimiz ham avvalo o'zining uyini, ko'chasini, mahallasini, o'zi ishlayotgan joyini pokiza tutishga harakat qilishgan. Poklik esa xayr va barakaning, ish unumdorligining omilidir. Ana shu ezgu qadriyatlarga mos ravishda ichki ishlar boshqarmasi hamda unga qarashli bo'limlarda obodonlashtirish, tozalik yumushlari olib borish maqsadida bugun umum hashar ishlari yo'lga qo'yildi. Milliy qadriyat va an'analarimizga tayangan holda binolar atrofi, hovli va ariqlar tozalandi. Yerlar chopildi, sug'orildi, daraxtlarga ishlov berildi, oqlandi, yangi gul ko'chatlari ekildi. Boshqarma hovlisi yanada obod va fayzli maskanga aylantirildi. Hashar xodimlar o'rtasida o'zaro ahillik va hamjihatlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Obodlik ostonadan boshlanadi deydi donolar. Zero bu kabi obodonlashtirish ishlari muqaddas ostonamizni, jonajon vatanimizni pokiza tutishda, ona tabiatimizni asrab-avaylashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.